Rahmat sizlarga kattakon. Xursand qildingiz, lekin bugun quvonchimni cheki yo'q. Ya'ni oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham sizlar bilan birgalikda mana bugun 30 mingta bo'libmiz. Men juda ham xursandman. 30 ming kishini nazariga tushganimdan xursandman. Bu meni yutug'im hamda sizlarning yutuqlaringiz. Nasib bo'lsa sizlar bilan birgalikda Xudo xolasa katta natijalarga erishamiz. Qo'llab turing. Nasib bo'lsa davom etamiz. To'xtash yo'q deydi-ku. Tolga gaz. Rahmat, lekin xursand bo'ldim hammalaringizdan. Hozir to'g'ri boyagidek shamchalar yoqib, men bu 30 nima qilib tortlarning ustida o'shana qilib nishonlamayotgandirman. Lekin to'g'risi juda ham xursandman. Juda ham xursandman. Shunchalik insonlarning ko'ngliga kirib boribman ekan. Shunchalik insonlar hurmat qilib kuzatyapti ekan. Sizlardan minnatdorman. Qo'lim ko'ksimda sizlar uchun doimo. Rahmat, lekin kutmagandim bunaqa natijani. 3-4 oy oldin qancha edi-ku, hozir qancha bo'ldi. Rahmat, lekin kattakon rahmat.